Xitoy doiralari yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarni kengaytirib, fikr, din va harakat erkinligini umumyuzlik chekildi. Mustabidlikka qarshi turish sadosining doklatiga qaraganda, Xitoy hukumatı 2017-yildan boshlab millionlagan Uyg'urlarni qayta tarbiyalash lageriga qamab qo'ygan. Uyg'urlar lager ishchi sirtida qattiq nazorat qilish, diniy cheklamalar, majburiy emgak va majburiy tug'maslik qatorliqlarga uchirgan. G'arb tadqiqotchilari bo'lsa bu ahvolni Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan buyongi bir millat to'pining eng cho'ng ko'lamli tutib turilishi deb qaradi. Yaponiyaning siyosiy sohasida kishilarning diqqatini tortishga boshlagan Uyg'ur parlament a'zosi Arifa Ari davr gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Yaponiyaning siyosiy sahnasida kishilarning diqqatini tortishga boshlagan Uyg'ur parlament a'zosi Arifa Ari davr gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Uyg'urlar davrimizdagi eng og'ir kishilik huquq dafsandichiligini boshdan kechiryapti. Menimcha bu dunyo jamoatchiligining kishilik huquq dafsandichiligiga tutgan pozitsiyasiga bir imtihon. Xitoy 7 davlat guruhining Yaponiyaning Hiroshimada o'tkazilgan boshliqlar yig'inida Tayvan, Sharqiy va Janubiy dengiz, Hong Kong, Sharqiy Turkiston, Tibet, yadro quroli va iqtisodiy besim qatorliq masalalarda Xitoyga tutgan pozitsiyasiga inkas qaytardi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying G7ning Xitoyga munosabatli masalalarni Xitoyga tuhmat qilish va ichki ishlarga aralashish uchun ishlatganligini aybladi va o'zlarining boshliqlar yig'inining sohibi Yaponiya va boshqa aloqador taraflarga e'tiroz bildirganligini aytdi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa Janubiy kishilik huquq va demokratiya yig'inida qilgan so'zida o'zining Xitoyga qarshi kurashlari sababli uning va oilasidagilarning beshiga kelgan ishlar va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosati haqida to'xtaldi. U islom dunyosining bu qirg'inchilikqa sukut qilganligini ayblab, Xitoy ochiq-oshkora holda islomga qarshi urush e'lon qildi. Afsuski, musulmon dunyosi buningga sukut qilmoqda dedi. Xitoyning tor bo'shligini nazorat qilish boshqarish tarmoqi yakshanba kuni Amerika ishki saqlag'ich o'ziki ishlab chiqaruvchisi Mikron texnika shirkati ishlab chiqargan mahsulotlarning tor bexatarligi tekshirishidan o'tmaganligini, asosliq ul aslaha tijoratchilarining bu shirkatdan mol ta'minlanishini cheklaganligini e'lon qildi. Vyetnam Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Pham To Khang Xitoy va Filippinning Janubiy dengizdagi faoliyatlarining o'z davlatining eglik huquqiga daxl tarz qilganligini aytdi. Vyetnamning neft burg'ulash faoliyatini kengaytirish qaroridan keyin Xitoy bu rayonga paroxod evatib, jiddiylik keltirib chiqargan edi.